o'g'lim shu 7-sinfda shu qanday depressiyaga tushib o'zini osib o'tib qoldi dedi. Yaqinda bir ayol aloqaga chiqdi menga Telegram orqali. Opa, sizda onlayn lecheniya olaman, farzand tug'ishim kerak dedi. Yaxshi dedim. Endi men har bitta kasallarim bilan aloqaga chiqqandan keyin ular albatta anamnezini, ya'ni hayot tarzini ozgina o'rganaman-da. Hayot tarzini o'rganmasangiz, u bemor bilan ishlay olmaysiz. U ayol balki depressiyada bo'lishi mumkin, har xil holatda bo'ladi. O'sha depressiyadan olib chiqqan holatda davolashingiz kerak. Chunki bemor davolanayotganda doktor tomonga qarab yurish kerak. Doktor tomonda turish kerak-da. Mana davolanyapsizmi? Doktor tomonga qarab yurishingiz kerak. Siz kasal tomonga o'tib olmasligingiz kerak. Bemormisiz? Doktor tomonga, kasal tomonga qaramasligingiz kerak. Endi u ayol bilan gaplashganimdan keyin ikkita qizim bor dedi. O'g'il tug'moqchiman dedi. Yaxshi dedim, lekin dedim Allohdan jins tanlash. Lekin qiz bo'lib qolsa nima qilasiz endi dedim. Desam, mayli tug'aman, lekin o'g'il bo'lganda dardimga malham bo'lar edi dedi. Keyin albatta shifokorsiz, nima bo'ldi o'g'lingizga desam, o'g'lim shu 7-sinfda shu qanday depressiyaga tushib o'zini osib o'tib qoldi dedi.